VSL2 qizarlanadi. Assalomu alaykum hurmatli bobonlar jamoati. Podpischkalarda savol tushibdi. VSL2 podvoyda nimadan ajratilamiz deb. Birinchidan VSL2 45 bu podvoy gilas podvoyi, bu degan gilasning tomiri, o'sha bu tomirga gilas sorti ulanadi. O'shanda o'rta bo'yli gilas ko'chati bo'ladi. Buni qanday ajratamiz deganlarga mana men ko'rsatib beray. Mana bu imенно VSL2 podvoyda mana jalpiroqlari kuzunda qizaradi, sarg'aymaydi. Imенно mana qip-qizil bo'lib qizaradi. Shundan bilsa bo'ladi. Jalpiroqlari mana kichik bo'ladi. Shundan bilsa bo'ladi, bu biza matichli, bu mana kuz keldi. Matichli bog'imiz. Bu yangi, bu yillikka matichli bog'imiz, VSL2. Buni xudo xolasa yozda zilonni chirinovka ko'ytkani, teplitsada ko'ytkani ali qilamiz. Mana shu VSL2 mana jalpiroqlari kuzda qizil bo'ladi, sarg'aymaydi. Mana ko'rsib bilsangiz bo'ladi. Shu agar video birovga yordam bergan bo'lsa, like tugmasini bosamiz. Podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'yamiz. Bundan buyog'i ham qaysi sort, qanday tomirlar jo'nida yana izildanib yangi videolar chiqargani harakat qilamiz mana. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga iyilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Tinch bo'linglar.